desa aytganini qilaverganmanda. Boyagi anavi apparat desa apparatiga pulini to'lov qildirdik. 100 dollardan kuniga 8 kunga $800 morgga so'radi, lekin ularni hammasini posolstvo tomonidan qoplab berilar ekan. Mana shunaqa narsalar bor ekan. Bu o'rtadagi yurgan odam, bu odam hech qanaqa rol o'ynamas ekan. Boyagi gaplari o'ligi ko'chada qolib yo'q. Ozgina biz borku, o'zimiz omoy xalq ekanmiz-da. Biz o'zimiz ozgina kallamizni ishlatishimiz ekan, kerak ekan. Borib o'shani, voy meni bolam shunday bo'pti, через posolstvo hamma narsani qildirib, bir kunda viza ham chiqarsa bo'lar ekan buning uchun. Hamma narsani qilsa bo'lar ekan. Bu yerda meni o'zimni ham aybim, bilmaganim bo'lib qoldi-da, qo'rqdim meni o'zim. Nima qilib endi rishalasi bor-da, u yoqni rishala qiladi. Endi ularda yana bitta narsa bor bu yerda. Ular o'yladiki, boyagi haqiqatan ham bu yerda qanaqadir qotillik bor, bu yerda jinoyat izlari bor. Ular qizni yomonlab chiqsak, onasi meni orqamdan erkak kishi chiqmadi. Nimaga chiqmadi? Men o'zim to'xtatdim hammani. Boya aytganimdek, bolam qolib ketmasin, birontalaring Avaz bilanmi, Sherzod bilanmi urushib, talashib, orada janjal chiqib qolib, meni bolam qolib ketmasin degan fikr menda birinchi o'rinda turdi-da. O'shaning uchun men orqamdagi erkaklarim, to'g'ri, men xo'jayinim bo'lmagani bilan meni orqamda erkaklarim bor, Allohga shukr, jigarlarim bor, o'g'lim bor, shuncha odam, kuyovlarim turibdi yonimda. Hammasi yonimda, Allohga shukr. Lekin men ularning hammasiga o'zim jim turinglar degan manaqani aytganim uchun ular o'yladiki, Avaz orqasida erkaklari chiqmadi. Qani erkaklari deyapti-da. Demakki, bu ayol ojiza ayol. Bu ayol kiribdi Avaz. Avaz kiribdi. Kirsa kiraversin, undan qo'rqadigan joyi. Hujumiy chaqaloqaga. U o'yladiki, orqasida erkagi yo'q, bu xohlagan narsasini qila olaman deb gapingizni bo'ldim. Erkak kishi orqamizdan chiqmadi degan narsani qilmang. Bu ko'tlar erkak kishi orqasidan chiqsa sharmanda qilishdan boshqa nimani eplayapti? Mana xalq turibdi. Erkak kishini izza qilishdan boshqa nimani eplayapti? Ayting menga. Siz prosta to'g'ri ayting. To'g'ri gapni ayting siz. Bunaqa kontujurlarga yo'latmayman. Bular ayol sifat bo'lib ketyaptimi? Ayolni yomonlar. Mana oxirigacha eshiting gapimni. Demoqchimanki, agar o'shalar O'zbekistonga erkakman deb shu gapidan keyin kirib kelsin, meni orqamdan, meni qizimning orqasidan ne to'ka jigarlarim, ves O'zbekiston turib bera oladi. Shu darajada men bilyapmanki, chunki direktim to'lib ketgan. Faqat ayollar emas, hattoki erkaklar, juda ko'p erkaklar yozyapti. Opajon, onajon, xolajon, hamma yozyapti adolatni xohlab. Demakki, men erkak kishi o'tiribdi sizni qo'llab. Yo'q, men haqiqatan ham qayerdagi bir usta ahmoq shallaqi erkaklarni deb mana hamma erkak javob bermaydi-ku buning uchun. Yaxshimisilar? Bitta yozyapti shu bola. Felix degan profil yozyapinglar. Qizimizni Alo. Maylimi bersam? Alo. Assalomu alaykum. Kenaya, sizga savolim, mana shu qizingiz bularni davrasida bo'lishini siz bilarmidingiz, bilmasmidingiz? Bular juda ham yomon ayolligi ko'rinib turibdi-da. Bular to'g'ri qizni ham fohisha qilib yuboradi-da, foydalanib bular. Ayollarning davrasidagini bilmaganman, lekin Sherzod bilan bir 5-6 oy oldin, aniqrog'i shu yozmida, avgust, sentyabr oylarida boshqa qizga unashtirilganini bilgandan keyin orani ochiq qilgani, Sherzod orqasidan yalinib yurganini, necha marta haydab borganini, menga kerakmassan, tinch qo'y, sen unashtirilgansan degan gapni meni oldimda ham aytganini guvohiman bu narsani. Dan ko'p narsa chiqmasa ham, lekin men bu kurugdagilar juda ham o'ynatib yuborishyapti-da odamni. Avazni men to'g'risi Avazni yangiliklardan bilganman. Qo'pol yigit ekanligini. Anaqa emas. Juda usta odamlar. Bilinib turibdi. Basharasidan ko'rinib turibdi. Bular ustidan pul ishlayveradi-da qizlarni. Ko'rinib turibdi-ku yomon odam. Bu hamma gapni menga to'nkamoqchi bo'ldi. Yolg'iz ayol bu ayol deb, lekin qarori o'xshamadi. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyapti. Qo'shvoringlar. Felix degan bolani qo'shvoringlar, yozyaptirasan. Alo. Zimani onalari, siz agar eshitib turgan bo'lsangiz, bu yerda siz hech qachon meni aybim degan narsani og'zingizga olmang, sizda hech qanaqa aybingiz yo'q. Sizda ham Nozimani ham bu yerda hech qanaqa aybi yo'q. Bu narsani hech qachon o'ylamang, gapirmang.
Yo'q, iltimos, bu yerda meni aybim, bitta aybim bor. Men shu narsani o'zim kechira olmayman. Qizimni ularni domiga tushib qolganini ona bo'lib turib men sezmaganim, meni vijdonim shundan qiynalgan. Qanday men bolamni ko'ziga qarab, ular menga telefon qildirganda eshitishimcha qizimni ular mana shunday deysan, unday deysan, bildirmaysan, bildirsang deb nimalardir aytganlari chiqib kelyapti ko'p gaplarda. Men qanday bilmay qoldim oxirgi oyda bolamni bunga tushib qolganini men ona edim, men sezishim kerak edi. Mana shu narsa meni vijdonim juda yo'q, siz unday o'ylamang. Qarang, vaqtida endi oradan vaqt o'tgan bo'lsa ham Koreyada 4 yilcha vaqt men ham yashaganman-da. U yoqda o'zbeklar bir-biridan ish so'raydi, o'zbeklar bir-biri orqali ish topib boradi. Balkim shunaqa vaziyatda gapirsin. Balki shunaqa vaziyatda to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin bular. Avaz kelibdi-da, avaz qani bir mujik bo'lsa chiqib gapirsin-chi. Ne gapir devrasizlar, gapira olmaydi u qo'rqoq. Gapir devrasizlar boydan biri. Gapiradi. Gapir, qo'rqoq bo'lmasang, xotinlar qo'rqadi bor. Xola, onani yomoni bo'lmaydi hech qachon. Keyin anu hijobli Setora degan qiz bor-ku. Nimaga u unaqa yuvganda ko'rdim men badanida narsalarni, men lekin etolmayman deyapti. Nima ko'rgan shunchalik badanida shunaqa urishganmi uni? Demayapti, aytolmayman demayapti, aytolmayman bilan aytmayman da farqi bor. Aytmayman, nagli aytmayman deyapti. Shunaqa kaltaklashganini nimanidir ko'rganda, to'g'rimi? Shuni aytolmayaptimi? Maska qilyapti. Qarang, Aytmagan. Qo'rqqanidan aytmagan, bolam bor dedi-yu. Yo'q, u aytibdi-ki, xuddi bir mana o'limga o'zi yuvishga kirganda o'lingni. Allohdan ham qo'rqmaydi. Yo'q, mamlaqa o'zidan. Yo'q, taqvodor yasavatdi. Hozirgi opamizni eshitdinglar, to'g'ri gapiryapti. Taqvodorning yasavatdi. Mana o'lgani, yuvgani kirganda, o'lganda nima holat bo'lsa, sir sinoatini bu yoqqa chiqib etish mumkin emas o'zi. Mumkin emas, asli to'xtatadi. O'sha gap ta'tillatda. Yo'q, o'zidan bir. Yo'q, to'xtab turing. Hop, eshitib turing. Ana aytibdi-ku, men deyapti. Onasi nima degan bo'lsa-da bo'lsin, lekin men onasi qilgan ish qilmayman degani, xuddi bir taqvodorman, men shunaqa anaqalarni qilaman deb o'zidan rol o'ynayapti. Prosta bu bir rol o'ynash. U yoqda men ko'rdim, u bu deyotgani yo'q, o'zicha gap. Hammasini tili bir. Lekin burnini singanini aytmagan. Gap qo'ylamasdan. Ozimani onalari bormi shu yerda? Gapir endi, mana shuncha odam gapiryapti. Siz bitta narsadan xursand bo'ling. Opa, siz bitta narsadan xursand bo'ling. Da, bu dunyoda ayollar jonini beradi farzandi uchun, onasi uchun. Qizingiz prostachi, mayli qiynalsam ham pul topishda onam farzandim oldida meni tashab qo'yma degan ma'noda. Xafa bo'lmang, men qiz bola bo'lib aytaman. Meni ham turmushim buzilib, ikkinchi marta oila qurganman. Turmushingiz buzilsa, onangizni o'ylaysiz-da, baribir bularni uyaltirdim. Yuzini yerga qaratdim degan narsa ayol kishini ichidan o'tadi. Avazga kelsak, bu ham bitta fohishani o'zicha odam qilaman deb uylandim debdi. Mana bolasidan xabar olmas ekan u. Bu erkak to'g'ri tushuninglar. Iltimos, rosa yozyapsiz. Nima dedingiz? Sarvoy degan narsani o'ylaydi xolos. Qarang, 5 yillik aliment to'lab qo'yganman deyapti. Lozimani nima lozimani? Yo'q, ajrashganman dedingiz. Nima dedingiz hozir? Pul topaman dedi, u bu dedingiz. Aytyapti, ularni aytishi bo'yicha, qarochi O'zbekistonda erga teggan, bolali bo'lib keyin karisga bergan onasi u yoq bu yoq deb yomonlayapti. Men aytayapman oilariga. Xo'p, qizingiz ajrashib Koreyaga ishga ketgan bo'lsa, zato siz farzandini olib qolgansiz. Men u yoqda qo'shilib qolganini ularga bilmadim deb. Qizingiz nima bo'lsa ham mehnat qilgan, o'tda qiyinchiligini onaga aytmaydi uncha-muncha farzand. Chunki u ham ayol, ona bo'lgan u ham. Onani kimligini tushungandan keyin, конечно, sizga yetkazib kelmagan, u prosta pulni topgan yaxshigina. Bitta kod uchragan atrofida uni ham bilgan, odam bo'lmaydi deb, pashol degan bo'lsa, demak qizingiz yaxshigina bunga pul xarajat qilgan ortidan keta olmagan bu. Chunki erkak kishi xafa bo'lmanglar, ba'zi bir erkaklarga tegishli bu.
pul ayol kishini pulini yegan erkak o'rganar ekan shu narsaga. Ishlamas ekan umuman. Shu xotinni, o'sha xotinni sog'ib yuraverar ekan, gadoga o'xshab so'rab. Meni qizimni o'ldiradi, undan foydalangan ekan. Shuncha pul uyiga jo'natgan ekan, uchastka qilyapti. Ota-onasi tinmay pul so'ragan. Ona bu uni qiziq vosita, butun hozir bir men o'ylaymanki, butun esengi davlat yo ajrashgan bo'lsa, tamom fohishaga chiqaradi bular birinchi o'rinda. To'g'ri. Bitta savol berayda hozir sizlarga. Men qizim 4-chislo kuni olamdan o'tdi. Undan keyin 6-chislo kuni yana bir erkak kishi olamdan o'tgan. Ketma-ket ikkalasini tobutini chiqarib yuborishdi. Undan keyin nechta o'lim bo'ldi? Mana shu aynan mana shu Avazbekni qo'lida nechta o'lim chiqdi? Birortalarini sanab ko'ringlar-chi. Lekin qizimgacha bo'lgan nechta chiqdi? Nimaga endi to'xtab qoldi o'lim? Shubhali emasmi bu narsalar? U o'sha kuni karislar Mana ham shu savollar. Meni qizim o'limi haqida ketmayapti. Bu yerda o'sha orqasidan pul ishlayapti deb o'ylagan narsa bor bu yerda hozir. To'ppa-to'g'ri. Maqsadi o'sha uchun ham o'lishmayapti. Sizlar to'g'ri tushuninglar-da, u o'sha kuni shuncha auditoriyani yiqqanning sababi ham shu. U yerda o'zini o'sha yig'ib olgan armiyasiga o'zini yaxshi ko'rsatishidir. To'xtab turing, hozir bittasi manipulyatorlik javob yozibdi. Hozir shuni to'xtab turing, o'qib bering, shuni boytam yozyapti. Normalniy qiz bo'lgan, ancha muncha qizlar arabcha o'rganib yurmaydi. U qiz aqli kuchli bo'lgan ekan, arab tilini o'rganib yurgan, fohisha bo'lsa, qancha bo'lsa unaqa bo'lmasdi deb yozibdi. Fohisha bo'lgan unaqa bo'lmasdi. Hali gaplarimizga yozishibdi. Kirisholmayapti. Fraza fohisha deyishdi, bular unaqa qilib olgan o'ziga. Endi bitta gapda, agar meni qizim o'zini osma osishga tayyorgarlik qilgan ekan, nega meni qizim halollanmadi? Odam poklanadi-da, avval o'zini osadigan odam yoki o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan odam, meni hozir birov kelib o'ligimni topsa, orqamdan yomon gapirmasin deydi, izini o'chirib, o'zini poklab oladi. Tushundilaring nima deganim? Nega meni qizim bu ishni qilmadi? U narsaga uni borku, vaqti yo'q bo'lgan. Oxirgi oyda shunaqa darajada shoshildi uyga qaytishga. Har kun ishlashga harakat qildi. Даже bizga telefon qilganda ham onajon ishga ketyapman, shoshilar edi. Onajon shoshilardi hamma joyda. Nima uchun bu mana shu gaplaringizni o'zi ham katta isbotda. Yaxshigina pul topgan Nozima. Bu narsadan xabardor bo'lgan u. Mana shu gaplaringizni o'zi ham katta anaqa dalilda, o'ylab qarasangiz. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Nozima. Assalomu alaykum. Opajon, o'sha Nozima nima ish qilishini siz bilganmidingiz? Kassada turib, o'sha yerda ofitsiantkalik qilishni bilar edim. Bizni o'zbeklarni restoranida. O'zbeklarni restorani demagan, koreyskiy, даже anaqalari ham bor, nima deydi? Nima deyiladi, ana boshliqlari, sajan deydimi? Sajanlari ham xotin edi sajanlari. Menga xotin sajanlarini ham ko'rsatib tanishtirganda menga. Men ko'rganman-da ularni, bilasizmi? O'sha joyda qancha ishlaganlar u kishi, masalan, 1 yilmi, 1 oymi? Yo'q, 1 oy emas. Oxirgi paytlari o'sha yerda ishlaganini 3 oymi, 4 oymi, necha oy ishlaganini bilmayman. To'g'risi aniq yolg'on gapirishni xohlamayman, lekin ishlaganini bilaman. Undan oldin zavodda ishlaganini bilaman. Keyin yana bir kafeda ishladi, erta uborka qildi, o'zi changlarni artib bizga video tashardi, ana bunday artitganlarini ko'rsatar edi, tashardi, keyin telefonni asta solib qo'yay. Teri bilan
peshona teri Nima bilan ish mehnat pul qilgan yig'ib qizni to'ppa-to'g'ri nima qilib bolasi olib bor, borib onasini nima edi xursand qilish uchun Nuripanda ishlaydi. Nima haqqi bor bu erkak bu ayollarni chiqib olib olamga jar solib 12 ta serial ishlashga? Nozimani qayerlarda ishlagani muhim Mehnat emasda. bilan pul topgan qizi ya. qayerda ishlashida Peshona Sizlar teri bu bilan. Qayerlarda ishlaylar. ishlagani haqida ma'lumot bermang ona. Siz faqat kerakli odamlarga ma'lumot bering, chunki bu Men narsadan so'radim, qolganlar ham bittasi foydalanishi mumkin. Savolni to'g'ri beryapti. Prosta avazi atrofidagi hurmatli o'rtoqlar, avazi atrofidagi ayol, o'sha Nuripangni yurg'izadigan ayol, agar gaplariga e'tibor bersanglar, u chiroyli qizlarni yiqqan, chunki o'tga keladigan odamlar o'sha qizlarning chiroyiga qaragan. Bu manipulyatorlik qilgan, точно bu qizga ham. Chunki qiz Yo'q. chiroyli bo'lgan. Nozima chiroyli figurasi 1.70 dan baland. Shunaqa gap gapirsan, Bir narsa qilib olib borgan buni ham. Pulga olib qiziqtirganmi? borganmi? Siz tepasi turmagansiz-ku. Yo, bormi, videosi bormi olib borgani? Bo'lmasa qanaqa qilib chang artib yurgan qiz yoqqa borib qoladi. Opa, Koreyada qiyin-ku ishligini hamma biladi-yu. Majburlab olib bormasa kerak, majburlab. Men u Nozimani tanirdim, meni qo'limda ishlagan deyapti. Changartishda ishlash bor. Yo, boshqa ishda ishlash bor-da. Changartishda demoqchi bo'lsangiz, shuni aytyapman. Ana sariq sochli xotin, mana u temiri xotin qizni obro'sizlantirdi-da. o'zini osgan temiri juda ham past. U 20 santimetrli joyga ro'molini ayollar to'xtang, Shahnoz opa. Sizlar eshitdinglar-da, hozir nima keragi bor, uni unday qilgan, bunday qilgan. Sizlar asosiy fokusni qaratinglar, qayerda o'zini osgan, qanaqa osgan. Holatni ko'ringlar, metalni tushunmaysizlar. Hammalar ayolsizlar tushib, hali bema'no, bemazmun gaplar gapiryapsizlar. Atta bo'lgan, O'zini osmagan. O'zini osmagan. Qarang, men metalni juda yaxshi tushunaman. Metal sohasida ishlayman. Keyin men osilgan odamni ham ko'rganman-da. Mani xolam o'zini osib qo'ygan janjal to'palingni orqasidan. Qanaqa osilganda, qanaqa harakat. o'zini osganni metalga e'tiroz bildirmayapman. Men uni pastligiga e'tiroz bildiryapman. Chunki siz oxirigacha eshitdingiz, Shahnoza opa, o'shuni men sizga tushuntiraman. Temirga. Keyin oyog'ini ozgina cho'zadigan bo'lsa, u yetadi yerga. 20 santimetr xolos odamni bo'yida. Mana shu Masharif aka gapiryaptilar-da, to'g'ri gapiryaptilar-da. 1 minut eshitaylik. Chunki Sharif, gapiring. Shu metal sohasida ishlayman, 10 yildan beri Yevropadaman. Imенно o'sha osgan metalni xuddi menda o'shana shifoner bor, o'sha metalni ko'ryapman. Aka, atta 2 millimetrda metal, 1.8. U oralig'i kemida ko'ryapman, aynakda kamida 80 santimetr, tushunyapsizmi? Uni ko'tarib turgan stoykalar, u stoykalar ham kamida 1 millimetrdan nikelni bo'ladi. U narsa ko'tarmaydi odamni. Keyin devorga qatirilgan joyi bo'lishi mumkin. Men skrinshot ham qilganman. Devorga qatirilgan joyda atta faqat ushasi shurpayor ushlaydi. Shurpayorlar ham chiqib ketadi. Qiz kamida 70 kilo, 65 kilo deb o'ylayapman. Endi ko'rgan videolarimdan agar 65 kilo bo'lganda ilinsa, u metal birinchidan qiyshayadi. Agar metal qiyshaymasa ham men ko'rganman, osilgan odam tipirchilaydi. Ancha jon chiqishi qiyin. U qiz yonidagi 80 santimetrda o'rtasiga osilgan bo'lsa, u qizni yonida oyoqlarini hisobga oladigan bo'lsangiz, har bitta oyoq 15 santimetrdan chiqsa, 30 santimetri o'zi ag'da-bag'da bo'lyapti. U tomondan bu tomonga agar udar beradigan bo'lsa, yonidagi aynakda ikkalasini ham urib sindirib tashlagan bo'lardi. Demakki, bir tepganingizda bitta aynakni siz 100% sindirasiz. Любой odamni, yosh bolani ham kuchi yetadi. Shampullar ham tekis taxlangan turibdi hamma yoq. Ha, u uncha tipir, o'sha hali tipirchilaganda qanday u aynakni sindirmagan, u mayli. Ular kelib yechdi, qani dalil, qani bo'ynidagi ro'molni yechib turib, mana biz maytdan kesdik, mana pichoq, qani o'sha dalillar yo'q-ku. Nimaga fokusni bunday qilgan videosi, bunaqasi? Prosta sizlar hali bema'no, bemazmun. Kimdir shunaqa paytda xato qilib gapirishi mumkin, ularga o'sha nima bo'lib qoladi-da. Hamma o'sha ko'ryaptiki, hamma mahmadonagarchilik qilyapti, bema'no gaplar chiqyapti. Keyin bunday ekan-ku deb turib, ular o'zlariga nima qilishyapti. O'shuning uchun maslahatim o'sha Senga gapirmaylar, bo'ldi. Mana shunaqa faktlardan gapirish kerak. Yanini bilib bo'ldik. Bilib olmiz-ku. Mehnat qildik. Allo, assalomu alaykum. Betta bog'da desanglar, lekin qiz o'zini osmagan, qizni o'ldirishgan.
Alo, assalomu alaykum. Gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Assalomu alaykum hammaga. Tergada ma'ni bitta berishganda, u eslaringda bo'lsa, Faridani mashinasida avval efir qilganda, "O, sabr qilinglar, 1-2 oydan keyin ketaman bu Koreyasidan. Osh qilib chaqirsam kelmayman." deb rosa va'dat qilgan. Endi bularni plani menimcha har doimgidek o'ylaydi, har doim jo'natsa uni hech kim tekshirmaydi, ekspertiza qilmaydi, shunday hali ko'mib qo'yadi, shu bilan yopdi bo'ladi. Endi bu Nozimani ham shunaqa deb o'ylashgan, shunaqa plan qilishgan. Chunki bular o'sha puli bor deyaptilar, o'sha pul uchun Nozimani yig'ilgan pullari bo'lgan. Ular menimcha shu pul uchun buni o'ldirgan bo'lishlariga plan qilishganda 1-2 oydan keyin ketadi. Har doimgidek bu ellikda ham jasadini har doimgidek jo'natib yuborsa, ko'mib qo'yishadi, ochish bergan boshqa ham, keyin shu bilan yopdi bo'ladi. Keyin qarasaki chuchvarani xomtarashdi. Endi ko'tlari ochildi, endi yana o'sha ham o'zini ostida deyayotgan bo'lishlari ham mumkin. Balki qo'qqisdan o'ldirish yana boyagi gapingizga, pul haqidagi gapingizga qo'shimcha, bola uyiga Nozimadan ko'pincha pul olib jo'natgan. Buni faktlari bor. Uylariga pulni o'zi ishlamagan, o'zi tayinlik ishlamagan deyolmayman, lekin tayinlik ishlamagan bola ko'proq Nozimadan pul olib uyiga unga bunga aldab jo'natgan. Nozi pulini qaytarib so'ragan, uyga qaytish uchun pullarini yig'a boshlagan, bergan pulini. Hozir menga chiqayotgan ayrimlar bor, bolangizni bizga qarzi bor deyapti, lekin meni qo'limdagi daftarda qizimni qarzidan ko'ra qizimga beradigan odamni qarzi ko'p, lekin birontasiga telefon qilib so'ragan joyim yo'q. O'sha beradigan oladigan qarzlarni so'ragan odamlar, men aytyapman, isbotlaringizni aytinglar, biz pullaringizni qilib beramiz, lekin isbot qilib berish olmayapti. Daftarda o'zi 1-3 ta odamga ozgina summa qarzi bor ekan, u rostmi yolg'onmi bilmayman. U odamlar bizga chiqmayapti, nabarot yo'q odamlar chiqib kelyapti. Lekin men ham daftarda turgan qarzlarni скорее всего bu yerda qizimga bu Sherzodni beradigan puli ko'p bo'lgan. Bu qandaydir payiga tushib, bu qizni yo'q qilish maqsadi bo'lgan degan narsa menda bor. Bu fikr bundan chiqqanim yo'q yiroqqa. Lekin buni orasida Avazning ham qo'li katta. Nimaga? Chunki Avaz o'zicha o'zi bizning nafsoniyatimizga tegadigan video ishlab hammani o'ylayapti, hozir blogerlarni, boshqalarni yomonlayapti, like, hype ishlayapti deb, lekin yo'q, Avazning o'zi ishladi birinchi o'rinda. 12 seriya qilib. Qaranglar, mana bitta savol tug'ilyapti. Onadan so'radim dedi. Ona rozi bo'ldi. Yo'q, mendan so'radi. Qanday? Men ayni shokka tushib qolgan paytimda mendan foydalanib, qizingizni dedi, ixchamgina qilib dedi, olaman-da videosini dedi. Nima uchun olaman dedi. Ana u nimani u посольствоga dedi, pul ajratish uchun men video ko'rsatib berishim kerak. Ha, ko'rsatib berishim kerak deyapti. I plus yana nima deyapti? Men sizlarni ko'rsatib bermayman. Men sizlarni ismlaringni, o'zlaringni ko'rsatib bermayman deyapti. Lokatsiyalaringni ham ko'rsatib bermayman deyapti. Mana qayerda gap. Lekin lokatsiyamni bir marta emas, 3-4 marta qaytardi. Sirdaryo deb. Men yashaydigan Sirdaryo shahar o'zi juda kichkinagina shahar. Bizni nomimizda Opajon, sizga bitta savolim bor-da. Bittagina savolim bor. 200% uyushtirgan buni. O'sha pul uchun uyushtirgan, pul uchun. Odam sizga har xil gaplarni gapirib fikringizni o'zgartiraveryapti-da, lekin men o'zim hozirda ham Koreyadaman. Sizga bir narsani hech aytishdimi yo'qmi, taklif berishdimi yo'qmi? Nimaga o'sha birinchi seriyasiga kirgan vaqtingiz juda ko'p kameralar bor-da, CCTV deydi Koreyada. Nimaga shuni sizga ochib berishmayapti? O'sha mayli Nozimani o'lgan ekan, kirishgan ekan, qutqarishgan ekan, kim kirgan, nima kirgan, Koreyadan hech kim hech narsani o'chirtirib yubora olmaydi. Faqat borib so'rash kerak, uni olish kerak. Koreyada. Endi eshiting, mana o'sha gapingizga men hozir o'zimni tushunchamni aytib beraman qisqacha. Men nima demoqchiman? Men o'sha kuni qanaqa video chiqqanini bilmayman. Bular birinchi videolarni ishlab, keyin menga xabar berishgan. Umuman soati bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Men obedda qizim kechasi 4-chisi kuni kechasi soat 12:51 da o'ldi deyapti. Больница 2:16 beryapti, u ketyaptimi? Uni orqasidan kunduz kuni 4-chisi kuni kechasi bo'layotgan gaplarni menga kunduz kuni soat 2 da yetkazyapti Koreya vaqti bilan.
qani buni orasidagi vaqtda bular nima ish qildi? To'xtang, men aytib bermoqchiman sizga bu narsani. Bundan Hop, keyin hop. chiqyapti, nima gap chiqyapti? Bu gapdan keyin men qizimni haqiqatdan nimaga o'ldirdi ekan bu? Bunga основание yo'q edi-ku degan savol menda tug'ilyapti. Nimaga o'ldirdi bu qiz o'zini? Nima uchun o'ldiryapti bu qiz? Men tushunmayapman. Biz u bilan gaplashganmiz 2 soat oldin, undan oldin 3-4 soat oldin video ketma-ket qilganmiz. Nima sabab bo'lishi mumkin deb men o'zimda miyamda aylanyapti, lekin topa olmayapman hech narsa buning uchun. Ishonmayapman qizim o'zini osganiga. Vaqt o'tyapti, necha kundan vaqt o'tyapti. Birinchidan o'likni menga ko'rsatishmadi bir hafta. Nima haqqi bor o'likni menga ko'rsatmaslikka? Mana sizga yana bitta savol ketyapti. Bu yerda juda ko'p savol bor. Uni orqasidan keyin bir hafta o'likni ko'rsatmayapti. Nima uchun boshqalarni mayitini o'sha kuni yugurtirib borib olib ko'rsatyapti? Nima uchun egalarini chaqirtiryapti? Nega meni chaqirtirishmayapti bular? Nima maqsad bularda? agar haqiqatdan bular uyushtirmagan bo'lsa sразу rasmga yozmak videoga olishmam edi sразу boshqa narsalarni ko'targan joylari ko'rsatadi deb o'ylaganda ular ko'targan joylarini qotillik borligini, jinoyat borligini men qachon bilyapman? Men bilyapman qachonki video 6 kundan keyin video chiqyaptimi? 5-6-kuni ana birinchi seriyasini shunday ertalab menga ko'rsatishdi. Men shunday qaradimda, bu yerda meni qizimni o'ldirishgan dedimda, shu bilan meni skoriy olib ketdi, bilmayman hech narsani. O'sha kuni men reanimatsiyaga tushganman. Ertasi kunigacha menga hech kim kamerani. Menga hech kim telefon bermadi, qo'limga hech kim menga plan qilishga vaqt ketgan shunga. 1-2 ular ochib 200% o'tirishgan, menimcha u kameralardan o'tirishgan bo'lsa 200% chiqadi kimchiligdan ochtirib nima qilgan advokat. Yana bir narsa bo'lyapti bu yerda, buni ham eshitdinglar. Bizga oxirida o'sha janjal ko'paygandan keyin avazni o'zi chiqyapti, eshitib turgan bo'lsa, agar o'sha mard bo'lsa, hozir chiqsin, men bilan gaplashsin shu odam. Erkak bo'lsa agarda. Eshitib turibdi pastda. Menga shu odam aytayaptiki, "Xola, nima xohlayapsiz?" deyapti. Birinchi bolam bilan qo'rqitdi, papkalarini chiqarib yuboraman dedi. Pul yig'ib beraylikmi pul deb baqirdi Rasay pul. Mayli, chiqaroq, xohlasa biz jahonga fohisha desin, lekin meni qizim fohisha emas. Men bilaman, meni yuragim sezadi, bo'ldi. Mashinada o'tirib olib pul yig'ib beraylikmi? Pul yig'ib beraylikmi? Ehson qilaymi deb baqirdi-yu Rasay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iltimos, men как ekspert bitta gapim bor hammaga. Bu situatsiyani Feruza opa, sabrli bo'ling. Sabr tilayman. Bitta как ekspert bitta gapim bor. Men Toshkentda realtorman. Boydan beri hamma gapingizni eshityapman. Hammaga bitta gapim. Bu qizni kamida 30 ming, 40 ming dollar puli bo'lgan. Bir xonali uy olish uchun Sergelida, хотя бы Sergelida, men Toshkent sentrni aytmayman. Men Sergelining narxini aytaman. Sal bundoqroq joyda endi. Vodiyga, men bu Sirdaryoga, boshqaga ko'plab mana shu Sergelidan qiziqadiki, lokatsiyasi to'g'ri keladi. Eng yaqin borib kelishga. Shu narsani bu qiz mo'ljallangan. Kamida Sergelini mo'ljallangan deb yo Chilonzor yo Sergelini mo'ljallagan. Yangi hayot. Yangi hayot Sergelida bu mana hozir to'g'ri aytyapman-da. Men Feruza opa, men Sirdaryo bo'lganingizdan keyin Sirdaryoliklar yo Sergeli yangi hayot bo'ladi yoki Chilonzor bo'ladi. U yog'iga o'tmaydi o'rtagilar. Men 16 yillik tajribali realtorman. Uy oldi sotisi bilan ishlayman. O'sha uchun kimga qaysi lokatsiya to'g'ri kelishini o'zi biz bilamiz-da. Kamida uy olaman deganmi, kamida agar naqdga olmoqchi bo'lsa, bir xonali uy mana shu aytayotgan yangi hayot Sergeli tumanli 35 ming kamida. Даже kreditga olmoqchi bo'lgan taqdirda ham Novostroyka olib sekin remont qilib olaman. O'g'limni sentyabrgacha maktabga chiqquncha deganda ham bu qiz o'zi qiziqib yurgan, kamida 12 ming, 13 ming dollar bilan chiqadi birlamchiga. Bundan kamiga uy topa olmaydi. Bu qizda normalniy puli bo'lgan. Shu bilishganda, Labek. Feruza opa, Nozman onalar. Opajon, siz shu voqealar bo'lgandan
keyin hech shu kameralarni ochib berishni so'radingizmi? Mana ham shuni aytmoqchi edimda o'zi. Kirishda juda ko'p kameralar turibdi-da. Koreyada har bir podyezdda, har bir etajda, har bir liftda kamera bor. Ularni hech qachon hech kim o'chirib yubora olmaydi. Savolga javob bering. Kameragacha o'chirilmaydi. Kameraga javob bering. 011. Advokatlar o'zi borib uni nima qilishgan, ochishgan, ular o'sha dokument nimalar ketyapti. Ochtirishgan advokatlar hamma kamerani ochtirishgan o'zi. Hammasini qilingan ular. Bu tema haqida savol berib nima qilishgan hojati yo'q. Bu dokumentda bitta nimaga gumonlanuvchilar kimlar kiryapti o'sha kuni, kimlar kirgan, kimlar bo'layotgan narsa shu-yu, nima farqi yo'qda? Misol ommaga Sirazi bizdan gapiraylik, ko'rgan odamlarni biladi. Shuncha gapni gaplari bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Biri aytyapti, iltimos birma-bir gaplashaylik, bizdan gapiraylik, bir soatdan beri beklayapmiz. Fikringlarni aytinglar, o'zinglar fikringlarni bitta-bitta aytib chiqinglar, fikringlarni. Xolani ham boshlaydilar, so'z beringlar. Fikringlarni aytinglar. Hammasi, hamma gapiradi, o'zini fikrini gapirsa hamma. O'lgandan keyin bir aytyapti, militsiya keldi deyapti. Yana jicha turib aytyapti, yo'q, biz uni больницаga olib bordik deyapti. Yana aytyapti, bu yerda militsiya chaqirsangiz ham militsiya, ham pожарный, ham skoriy teng keladi deyapti. Ha, skoriy teng kelgan bo'lsa, nimaga skoriyda olib ketishmadi o'ylaydi? Nimaga o'zlari mashinada olib bordi? Yanamiz o'lgan odam, o'zini osgan odam больницаga borgandan keyin yuragi ishlab ketibdi ekanmish, unga pul chiqibdi ekanmish, apparatga ulabdi ekanmish. Ularda hech qaysi gapi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Militsiya ishtirok qilgan, o'zlari videoning ichida 3 xil gap ketyapti u yerda. Bir, iltimos, maylimi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Avvalambor shu Feruz opani bosh bo'lsin, qiziga rahmat tilayman. Biz men ham nima deydi? Men ham Turkiyadaman uzun yillardan beri. Yaqinda o'tgan yili Andijonlik bitta qizni o'ldirib ketishdi uyida. Men shuni aytmoqchiman Feruz opaga, agar eshitayotgan bo'lsa. Hozir bu yerda 3 kishi, Avaz, Siroj, Sherzod, to'g'rimi? Bu qizni ham xuddi sizlarga o'xshab Turkiyadagi ayollar gruppamiz bor. O'sha yerdan doim hali qizni o'ldirib ketgani uchun biz ham aniq qildik. Uni ham shu yerda yigiti bo'lgan, o'zbek bola. O'zbek bola bu qizni yalang'och videolarini, rasmlarini olib, otangga ko'rsataman, akangga ko'rsataman, seni sharmanda qilaman deb shantaj qilib, kamiga o ikkita o'zbek o'rtog'i bilan bu qizni yoniga kelib ketib yurgan bo'lgan. Qizni qo'rqitib, qizni videolariga tarqatib yuborishdi. Yana bitta fikrda, qaranglar, bitta narsa. Bu yerda mana bunaqa bo'lyapti, qarang. Bu meni fikrim lichniy. Qiz nimaga bu bolalar yechganini rasmga olmagan, osilib turganini rasmga, videoga olmagan. Hozir hammamiz shu narsaga telefon qo'limizda tushmaydi. Hammamizni nima bo'lsa hammamiz yozib olamiz. Tем более kiryapti, qiz osilgan, bu osilgan bo'lgan taqdirda shuncha narsani bittasi ham videoga olib, mana olib ketyapmiz больницаga, mana olib ketyapmiz, mana politsiya keldi. Nimaga bularni videosi yo'q? O'zi bor faqat. Asosiy narsalar olishmagan, boshqa narsalar olishgan. Hamma narsani plan, как говорится, hozir любой даже запись, даже telefonning записи yozib olamiz hammamiz. To'g'rimi? Hamma diyor bana. Yo'q, mana любой bittanta mana ko'chada даже oddiy avariya bo'lganda kerakli narsa yo'q. Ha, mana tepada ko'chadagi avariya yo даже bitta oddiy alkash yotgan bo'lsa ham kimdir ko'chada o'sha narsani videoga olib tarqatyapti-da. Bular shuncha narsa bo'lyapti. Bularning gapi bo'yicha nimaga yozib olmagan hech narsani, skoriyda olib ketayotganini.
Opa, hozir siz aytdingiz 30-40 ming dollar puli bor degan gapni aytdi-da hozir bu opa. Buni yo'q, to'g'ri. Nozimani qo'lida 30-40 mingdan ziyod puli bo'lgan deb o'ylayman. Sababini aytay sizga. Bu uy ijarasi uchun 3 million won bergan. 3 million won hazilakam pul emas, 2,5 ming dollardan ziyod bo'ladi. Ijarani zalogi uchun 3 ming dollar pul berilyapti. Da 2 ming deyapsizmi? 2 ming. Zalog uchun 2 ming beradigan darajada bo'lganmiz, значит, unda normalniy pul bo'lgan. Chunki men ham borib yashaganman. Men masalan nozima nechun bo'lgan qarayman. Kim biladi? Aniq nechun bo'lgan. Misol, sizlar uncha pulli bor, pullar 2,5 ming dedi-ya, nima? Feruza opa. O'rtacha o'ziga ortadigan pul, normalniy oshxonada ishlaydigan odam men 1,5 ming ortib qoladi agar rasxod qilmasdan yashasa-da, misol uchun. Bu shuncha payt ichida kvartiraga tashlashib, bunaqa uy olaman deb yig'ishga harakat qilgan. Prosta onaga o'zidan o'zi ona boraman, uy olib beraman deb, даже aytmaslarga, даже ipotekaga olaman degan taqdirda ham ipotekaga bir xonaga 12 ming, 13 ming qo'lida pul bo'lish kerak. Kamida. Assalomu alaykum. O'zim fikrimni bildirsam maylimi? Va alaykum assalom. Opalar, akalar, assalomu alaykum. Nozmaxon onasiga sabr tilayman birinchi o'chib. O'zim ham Koreyada men 5 yil yurib kelganman. 30 ming, 40 ming dollar puli bo'lsa, bu qizni Koreya shunaqa davlatki 30 ming, 40 ming dollarga 10 yil yurgan odam o'ldirib olmaydi. O'ldirgan bo'lsa kimdir, ata bobolardan o'ldirgan deya olmayman men. Adolatni qolaymiz hammamiz. Albatta o'ldirgan bo'lsa jazosini olish kerak. Aka shuncha narsani ko'rganingiz. O'ldirmak, ha. To'g'ri, albatta o'ldirmagan siz shuncha narsani ko'rganingizdan keyin. O'ldirilgan. Koreyada mana 10 yil yurgan odam 30 ming, 40 ming pulga bir narsa qilmaydi. Uni o'sha pul adashmasam, Feruza opa, siz bitta narsa qilishingiz mumkin. Siz kartani обороткасini so'rashingiz kerak. Через посольство. Через посольство kartani обороткасini bank orqali Koreyada hamma narsa karta, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ladi, yo'q. Faqat karta bilan. Faqat karta bilan emas. Nalishka bilan karta teng turadi bu yerda. Nalishka pul ham juda ham ko'p. Asaki qiz onasining tug'ilgan kuni aprelga kelishga tayyorlangan. Nalishkada buncha pulni olib kira olmas edi. Joyda, ofitsialniy ishlamagan joyda nalichkada bo'ladi har doim pullar. Nozimani o'zini planlari bo'lgan, может jo'natmoqchi bo'lgan, может shirkatga qarzga bergan, balki qaytarib olmasligi uchun shu narsalar bo'lgan. Azam Ahmedov hozir hech narsa emas. Dedingiz u pullar qani yig'ib qo'yilgan pul bo'lgan, qani o'sha pul hozir yo'q. Kelmagan-ku, pul kelmagan, telefon kelmagan, pul yo'q, tillalar kelmagan. Bir nechta kapitasiya bo'lishi mumkin. Balansini kim tekshira oladi uni? Через посольство tekshirib, anaqa обороткасini chiqarsa bo'ladi. Yana bitta narsa bor-da, biznesmenlar orqali yuboriladi. Koreyadan ko'pchilik yashaganlar biladi. Karta orqali, bir narsa orqali demanglar-da, biznesmenlar orqali pul ham chiqariladi. Shu yoqda yashayotgan koreys kartasiga tashiydi, o'sha orqali O'zbekistonda bu yoqdan odamlari olishadi. Bu yerda faqat nima deydi? Faqat bankdan yuborilmaydi-da. Pullar faqat bank orqali yuborilmaydi. Я хочу сказать, barbamni yiqqan, balkim
kartasida qanaqadir обороткasi bo'lgan demoqchiman. Shu narsani onasi haqqi bor. Voy Akalar, opalar, bitta gap aytsa maylimi, akalar, opalar. Koreyada. Bo'ladimi? To'xtang, bitta gap aytay, boydan beri aytdim eshitib turdim-da. To'xtinglar. Men Koreyada 12 yildan beri yashayman-da. Boydan beri eshitibman, boydan beri pul to'g'risida gaplashyapsizlar, boshqa qilyapsizlar. Ana karta hisob, bank ana kartasi hozir Sitoropadaku. U Sitorapadan olinsagina uni tekshirish mumkin-da, o'shanda ham kim tekshiradi? Ishonchli odam tekshiradi-ku. Koreyada advokatlarni nima qildi? Advokat tekshira oladi. Advokatlari tekshira oladi. Ha, chunki rahmatli Nozimaxon singlimizni anaqa onalari u Sitoraga anaqa bergan-ku. O'sha dokumentatsiyalarni olib bergan-ku. O'shani men boydan beri ana chatda yozay turdim, o'sha dokumentlarni olish kerak deb. Kerak. Mana qaranglar. Men shu olsa, ming bor uzr. Anaqa yozibdi menga hozir kirmayotgan ekanlar, iloji bo'lsa deyapti. Meni oching, avazning yaxshiligini gapirmoqchiman. Yaxshiligini gapirmoqchi ekan. Yaxshiligini qaranglar, eshitdingizlar? Avaz to'g'risida ham borki, men sizga mana tirik guvohman, men sizga aytib beraman. 2 yil, 3 yil oldin mana Mashhadagi Koreyada yashayotganlar bo'lsa, agar o'zi ham bo'lsa ham eshitsin. O'zi bo'lsa ham eshitsin. Kimpo shahrida bo'lgan bitta tarix bor bu yerda. Bir tojikistonlik aka tomdan yiqilib tushib ketgan. Bunga tirik guvohim karis ham bor. Men o'sha payti karis orqali bilmagan yo'l yo'riqlarimni karis orqali bilib turib, o'sha bir onda Kimpo shahrida bir tomdan bitta aka miyasi bilan tushib ketgan, bansiyaga borgandan keyin jon bergan. O'shani masalan ishxonada boshliqlari bosti qilish uchun, chunki katta qurilish bo'layotgan joyda ana bo'ldi-da, tomdan tushib ketgan. Agar u yerda birdaniga militsiya kelsa, qurilish to'xtatiladi. To'xtatilib qolmasligi uchun o'sha boshliq o'zini o'ng qo'li yugurdagini yugurtirgizgan. Borib qancha pul ketsa ham, boshqa ketsa ham mana shu o'likni tinchgina chiqarib olish kerak. Koreyada ham korrupsiya bor baribir. Chunki shunga qilinmaslik bo'lgan. Agar qilinsa, u qurilish qolib ketadi. O'shanda ikkita tojik, bitta buxorolik aka bilan Samarqandlik aka men ishlayotgan joyimda telefon qilib, tilni bilasiz opa, bizga yordamingiz kerak degan. Men ishimni tashlab uyimga kelganman. Bo'pti, masalan, uyni oldiga kelinglar deganman. Kelgandan keyin uyga kelib yurib chiqsam, uyim pastda kutib turgan. Yuring bansiyaga borib, bitta tojikistonlik aka shunday qolib qoldi degandan keyin ketib bilan yugurdim. Bordimda borib ana o'sha ish joyiga borib gaplashilib, hamma narsani gaplashib ana qilgandan keyin ular ana aytibdiki, "Militsiya qilmanglar. U O'zbekistondagi hamma narsasini ham ko'taramiz. Anaqalarini, o'lik tiriklarni hammasini ko'taramiz, biz hal qilib beramiz" deganda. Shuni bo'lgan u yerdan onasi bilan gaplashildi. Onasi keladigan bo'ldi, ukasi bilan pul, rasxod hamma yog'ini ko'targan kompaniya, ishxona. Men o'sha narsalarni gaplashib, uni onasi bilan gaplashib keladigan bo'lgandan keyin hamma narsa bu yerda gaplashiladi deb bemalol ishimga ketganman, u akalarni jo'natib 2-3 kundan keyin o'tyapti, shuni Instagramga kirsam, xuddi o'sha men borib kelgan o'lik aka Instagramda epsam yig'layapti o'sha akaga. O'shanda Avaz bilan men sal tortishib qolganman. O'shanda aytgan Avaz, "Men seni baribir topaman, tizzalar meni oldimda tiz cho'kib mendan uzr so'raysan" degan. Bemalol kelavergan, mana hech joyga ko'chib ketmaganman, mana Kimpoda yashayapman. Mana hali-haligacha kesam shu yerdaman-da. O'lik ustidan pul yeydi. Mana o'zim turib guvohman. Mana Nozimaxondan rahmatli bo'lganda shunda to'g'ri gap aytibdilar, to'g'ri gap. Ko'rsatdim, tanidingmi shuni desam, "Ha, tanidim. O o'lik ustidan pul yegan bola-ku bu" dedi.
O'zi shu narsani o'zi ham ancha o'lik narsani ko'rar menimcha ekanda, ochib ya. berdi. Mana shu narsani o'zi ham bitta hammani narsani aytaman, chiqib ketaman. Yana bitta narsani aytaman, chiqib ketaman. Mana Nozimaxonni ham masalan rasmlar chiqib ketdi-ya, rasmlar chiqib ketdi. Men ana shu rasmning bir donasini oldim, yashirmayman. Mana shu necha kishi ona bo'lsa, chunki men ham vijdonim qiynaldi, chunki men ham ayolman. Mana shu musofir yurtda yashayapman men ham. Mana shu nonim rizqim terib yurgan qizman men ham. Men ham nechta bitta qora ko'zlar kutib yashayapti O'zbekistonda. Bitta rasmini olib o'zimizni mana shu shahardagi milisaxonadagi militsiyaga tashab berdim. Siz mana shu qizni o'zini osgan deb o'ylaysizmi? Siz o'qigansiz-ku, siz davlat odamisiz-ku. Bir og'iz fikringiz deganimda aytayapti. O'zini osganiga ishonmayman dedi. Koreya Men o'sha narsam, men boyadan men pastga yozdim. Javohir bilan qanday, ya'ni balansi bo'ladi deb. O'sha yozgan qarshi yozuvni shuni screenshot qilib olib qo'yganman, tashab berishim mumkin. Xohlasini advokatiga bersa ham men roziman. Adminlar eshitdi. Tez gap yo'qligim bor, faqatda Yana bitta narsaga ana eshitdinglar, ovozi yaxshi deb nima gapirmoqchi. Qaranglar, bitta narsaki, Ovoz yaxshi deganda hech kim qo'shmash kerak buyoqqa. Videoda bitta narsaga ahamiyat berdinglarmi? Mana chemodanlar yig'ilgan turuvdi. Vidima sekin-sekin o'sha Toshkentga kelishga harakat qil, uyga qaytishga harakat qilganmi bu qiz? Buni nimalari bo'lgan, dalil o'zi aytdi, anaqada uni chamadonlar ekan dedi. Videoda avaz yig'ib anaqa qilib qo'ydi deb ana Sherzod aytdi, men chiqarib qo'yuvdi ketishga. Gonasinikiga borib o'tirmoqda degan, gapirib borgan ayol kishimiz hammamiz qizlar bitta sumka, bitta ryukzak olamiz-da ketamiz. To'g'risi-da, bitta ana 4-5 pul. Qo'ydirib yuborgan bo'lsa, hamma yo'g'ini yig'ishtirib ketmoqchi bo'lgandir-da u qiz ham. To'g'ri tushuninglar. Uydan ketmoqchi bo'lgandir u qiz. Men o'rtoqlar. Uy olaman degan narsa aytaman. Uy olaman degan. Detektiv o'zdagi Javohir. Agar bilsanglar, Telegram gruppasiga tashadi. Buni bitta kompaniyada o'sha Sitora, u ayol ko'rsatgan haligi koreys advokat, yuristmidi, advokatmidi? O'sha dalil o'zidagi bola yozib chiqsa kim o'qidi shuni? Bular hammasi bitta deb. Haqiqatda kirsam o'sha avazni profilida nechta o'lik jo'natgan bo'lsa, hammasida bitta odam. Hammasida bitta advokat bergan doktormi? Yo'q, men aytmoqchimanki, Koreyada yashayotganlar bor ekanda oramizda. Bilsalaring kerak. Hozir gapirib yuboryapsiz. Xo'p, mana qo'pol qilib aytganda o'zimiz ham bitta magazindan narsa olsak, o'rganamiz, arzon bo'lsa o'sha yerga borishga. Bu ham o'shalar bilan bitta jamoa. Hozir aytibdilar mana tojik odamning ustidan pul yig'ib yegan deb. Demak, o'likni olib boradigan morgdagi odam ham bitta. O'sha yuvintirib, o'ratib, ana taxta grobga o'xshagan narsaga solyapti-yu, taxtaga o'xshagan narsaga. Unga joylashtiradigan odam ham bitta. Sarvara bibi anaqa. Begona qimiludi, begona qimiludi deyishganda, begona qimiludi. Endi qarang. Hammasi pullaydi ular. Qaranglar, Melisa kelmadi deyapti. O'sha kelgan bo'lsa ham, kelmagan bo'lsa ham bizga noma'lum, o'tda ham bitta odami o'zini. O'sha uchun ana faktlarga ozgina qaranglar, bu bitta kompaniya. Va alaykum assalom, bitta gapiring. Bitta savolda, mana bu o'sha ehsonchi bolani oti nima? Avaz aka. Mana xo'p, Nozima opani joylari jannatda bo'lsin, o'g'lim. Bu kishi olamdan o'tibdi ekanlar. Hozir bu kishini yuborganlar va ichkariga kirib video syomka qilganlar-ku. O'zbekchani uncha yaxshi gapirmayman. Agar tushunalaringga eshiting.
syomka qilganlar u kishiga agar u kishini o'zlari hamma ishni qilgan bo'lsalar nimaga hamma narsani yana video syomka qilganlar? Uzr gapinglarni bo'ldim. Ra'noga ochib berar ekansan mikrofonni, adminlar iltimos qilishyapti. Telefon qilib, zarur gapi bor ekan, Ra'no. Odamchani bosmasa ochilmaydi, qizil bo'lib turaveradi. Uning uchun bosish kerak. Menga ham to'lib ketgan. Yo'q, bosibman deyaptilar. Bosibman, ochilmayapti. Agar admin ochmasa ochilmaydi, turaverasiz, qo'lingizni ko'tarib. Chiqarar ekansizlar. Keyin yana bitta narsa meni nimagadir boshidan chalg'itdiki, ozgina samyeniya bo'ldi. Nimaga shuncha odam Koreyada o'ldi-da, unchalik anaqa bo'linmadi. Imенно Nozimada seriya qilib, ro'za paytida turdik. Shu savolingizga. So'nggi 12 ta seriya qilib ishlayverdi. 12 ta seriya qilardilarki, nimaga? Xo'p, kim bo'lgan taqdirda ham Nozima, kim bo'lgan taqdirda ham bu faqat Allohga guvoh, hech kimga emas. Nimaga shu paytgacha shuncha o'lgan odam anaqa bo'lmadi? Bu yoqda ketdi. Butilka ro'za paytda, ro'za edi, hammamiz ro'za og'izim. Sen bo'le savob qilyapsanmi, savob ish qilyaptimi odam? Nima kerak bor edi bu narsani, hamma narsani mamnaqa kino qilib shu narsa odamni bittasi mana hozir shu narsa bir g'alati bo'lib anaqa oynalari sindirdi-yu, butilkani olib otdi-yu. O'zini uyida yurganda. Shunaqa qilib nima hayb yig'masi bittasi meni faqat nuqtalimi kelmashi. Hozir hamma bitta tuhmat qilinyapti-ku, misol uchun. Sizlar bilmaysizlar haqiqatni, misol. Avaz aka rostdan ham shunaqa bo'lganmi? Yo, u ham ahmoq odam emas-ku, misol uchun. Shunaqa ochiqchasiga, shunaqa keladi. O'zlari misol uchun o'sha odamni hamma fikrimga gapiryapti. Hamma fikrimga gapiryapti, to'g'ri. Sizlar shunchalik ahmoq deb o'ylaysizlarmi? Shuncha nimalarni ulikalarni qoldirgan, shu videoning ichida shuncha ulika topyapsizlar. Shunaqa aqlli qilib rejalashtirilgan narsaga shuncha ulika tashlab ketadimi? Bu hammasi prosta ko'rib odam nima deydi? Shuncha pul bo'layapti va aqlli o'ylanib chiqish kerak emasmi? Bu hamma yo'q, misol uchun-da. Agar rostdan ham shunaqa Avaz aka bu narsa shoshilinchda o'ylangan narsa bu. Aqlli o'tirib o'ylashga vaqti bo'lmagan. Shoshilinchda bo'lmaydi u kishini. Agar alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yolg'on informatsiya berib, pul yeb yuravergan. Qarasa Nozimaniki juda ham katta anaqa bo'lib ketdi. Ayblari ochilib qoldi ularni. To'g'ri.